와! 야 이겨야 돼. 좋아. 헤딩 그치 바로. Kim, Sok, Jin, Kitty. Get. Hey. 좋아하지 마. Heyecanlan vay. 태영 Tuhan 입으로 올려. tabassum qil. Run BTS 2.0 Magnetiv tomonidan Telegram YouTube kanallari uchun ovozlashtirildi. A'zolar hali ham chuqur uyquda. Birinchisi. Ertalabki mashqlar. Belni cho'zish. Ertalabki mashq butun tanani cho'zish va mashqlari. Ertalabki tartib. Suv iching. Ertalabki tartib. A'zolarni uyg'oting. Uyg'oning hamma. Biz tayyorlanishimiz kerak. Yo'qotmoq. Turing va porlang. Suvga qamirlay boshladi. O'n daqiqadan keyin chiqing. 나오면 돼. Xo'p. 그렇지? 야, Hey, xo'p, qayerga ketdi? Xubiy xoxanda uxlayapti. Bahor. 엄청 풀고 있어. Biroz suv iching. Keyin oching. Hamma endi uyg'oq. Oxirgi marta biz maktabda bir so'tamda qo'llarimizni ko'tarib tiz cho'kdik. Bu juda shafqatsiz. Men buni chindan ham sinab ko'rmoq. 요새 체벌 금지야. Men bunga juda qiziqib qoldim. Demak, ertaga oyoq voleybo'l o'ynaymiz. Keling, anchadan beri voleybo'l o'ynaymiz. Yoki tongga tekarish uchun bo'lmasa ibodatxonasiga borish kerakmi? Kechqurun aytilgan hamma narsani qilasizmi? Xo'sh, kimdir bizni yugurish bilan boshlaydi? Tixon, yangi qo'shiqni sinab ko'rsang bo'ladi. Yugurish, BTS. Bu yangi qo'shiq. Ha, keling, shunchaki retro uslubda qolaylik. Qo'shiq uchun nima qilishimiz kerak? Showimiz Run BTS deb nomlangan sababli qo'shiq uchun eng yaxshi ovoz ekanligini Run BTS. Asosan bir xil narsa, to'g'ri. Unda uni tezkor yo'naltirish haqida nima deyish mumkin? BTS, yugur. Odamlar hali ham shunday qo'shiqlar aytishadimi? Ha, odamlar endi bunday qilishmaydi. Yugur BTS. Zo'r, keling, bunga o'taylik. Keling, asl nusxasini saqlab qolaylik. Saqlab qo'ying. Lekin oyoq voleybolning aniq qoidalari qanday? Bu yomon. Biz shunchaki to'pni olib ketishimiz kerak. O'tkazishdan oldin o'sha sakrash bo'ladimi? O'sha sakrash oralig'ida o'sha sakrash bo'lish shart emas, to'g'rimi? Demak, 3 marta tepishmi, keyin sakrashmi? 3 marta sakrash shart emas. Demak, jamoalar tuzildi. Mana shunday, to'g'rimi? Siz buni shunday qilmaysizmi? Yana nima edi? Tixon kechayotgan gap. Qo'llaringizni ko'tarib, devorga tikib turibsiz. U deyarli 2 soatdan mana shunday qilib, qo'llaringizni yuqoriga ko'tarib tiz cho'king. Qo'llaringizni yuqoriga ko'tarib tiz cho'king va atrofga aylaning. Buni qanday qilasiz? Tiz cho'kib o'rnidan turdingmi? Siz yaxshisiz. Mana shunday, siz yaxshisiz. Demak, mana shunday 15 daqiqami? Xo'sh, ikkinchi jazo. Bo'mons ibodatxonasiga borish, boring va taom plitkalariga ismingizni yozing. Ha, keyin tilak bildiring. Shunday qilib, bo'mons ibodatxonasiga borish ikkinchi o'rinda turadi va 3-raqam yengilgina jazo. Oziq-ovqat mahsulotlarini olib kelish, tozalash va ko'p yo'ling. Aynan bu juda ajoyib eshitiladi. Lekin agar jamoamiz mag'lub bo'lsa, ikkinchi raqam eng yomoni bo'lardi. Ha, 3-raqam amalga oshirish mumkin, birinchi ham bajarish mumkin, lekin ikkinchi raqam shunchaki yo'q. Qanday bu qiziqarli bo'ladi. Hammamiz birga tombolkalarga so'z yozamiz va bog'lanish. Unda qur'a tashlash haqida nima deysiz? Adolatli qilish uchunmi? Xo'sh, qur'a tashlayapmizmi? Yoki biroz beryapmizmi? Qur'a tashlaylik. Birinchi raqam nima ekanligini eslaysizmi? Birinchisi, qo'llaringizni yuqoriga ko'tarib tiz cho'kish. Ilgari hech kimni bunchalik katta qilib yozganini ko'rmaganman. Men bularni juda ko'p katlayman, chunki agar bunday qilmasam, u ko'rinadi. 누가 뽑아? Kim rasm chizmoqchi, nima uchun bu qilishingiz kerak? Ha, chunki siz rahbarsiz.
Juda kapsizmi? Rostdan ham buni men qilishim kerakmi? Xotirimga bunday bog'liq. Bu yerda hech narsa yo'q. Uni mana shunday oching, sen unga qara, namunjon. Buni qilishdan nima foyda? Yoqimli. Hey, nima? Biz nimaga duch keldik? Ikkinchi raqam bu musobaqasiga boring va tilaklaringizdan topib yetkazib yozing. Hey, biz buni yechishimiz kerak. Jeki, biz g'alaba qozonishimiz kerak. Jang kiyimlarini almashtiramiz, shoshiling. Jeki, biz g'alaba qozonishimiz kerak. Biz jiddiy bo'lishimiz kerak. Biz g'alaba qozonishimiz kerak. Men bor kuchim o'ylashim kerak. O'ziga qarang. Men mashq qilishni boshlayman. Voy, xo'p. Ketishdan oldin hammamiz run BTS deb aytmaymizmi? Run BTS. Xo'p, ketaylik. Ketdik. Tur, tezroq tur. Ketdik, o'rningdan tur. Tur, ketaylik. Shoshiling. Ketdik, o'rningdan tur. Biz o'sha deb hisoblab jo'nakamga o'tishimiz kerak. Tur. Tur, men ketib bo'lgancha sen avval turaman. 1 2 3. Biz turishimiz kerak. Siz turdingiz. Qani ketdik. Tur, yo'q. Men juda charchadim. Hey, shlyapangni yech. Bankdagi tomonidan Telegram YouTube kanallari uchun a'zolashtirildi. Biz buni qila olamizmi? 그래요? Lekin oyoq-qo'l pulturlari har doim shu qadar baland bo'larmidi? Bu shunchalik baland emasmidi? Oyoq-qo'l puli haqiqatan ham qiyin. 가자. Ketdik. 자, Taqdirli o'yin. Bu xas bilan bog'liq vaziyat. 너무 추운데. Tez harakat qilsangiz sovuq bo'lmaysiz. Bu yomon. Mashq qilmasdan ketamizmi? Darhol boshlaylik mashq qilmasdan. Tahyun, jahl qilma. Barchamiz keyinroq kechqurun saqlanishimiz kerak. Agar yutqazsak, bir-birimizni quchoqlaylik. Keling, ularga ko'p kulaylik. Hop. Xursandchilik qilaylik. Mayli, qanaqa qilib? Sen buni qilsang. 에이스. Ketdik. 오케이. Shunday qilib, shunchakayman. Ketdik. Va, mana shunday. Biz sinishimiz kerak. Mana olib keling, bu xizmat ko'rsatish o'yini. Lekin nega xizmat o'yini uchun xizmat qilyapsiz? Bu haqiqat. Ketdik. Mana boshladim. U chiqib ketdi. Bizning xizmatimiz. Men servisda o'ylagandim. Qanday qilib ishda bo'lib qoldi? Qanday hammangiz gapirdingizmi? Voy, bo'sta qulab tushyapti. 오케이. Xo'sh, bitta ochko. Mayli, kechirasiz. Uzr, mening jamoam mayli. Kim? Sokjin. Kim Sokjin jamoasi? Kim? Sokjin. Qani ketdik. Endi qo'limizdan kelguncha o'ynaymiz. Ha, ketamiz. Xo'p, kuting. 기대라. 에이스. 보여줄게 완전히. Nima qilaylik? 보여줄게 완전. Tashqariga. Nima qilyapsan? Sen endi xizmat qilma. Nima qilyapsan? Hey, o'chir. 다른 애로 넘어가. 호석이 형 픽서이랑 웃기다. 바꿔. Hey, nima bo'lyapti? Men juda xursandman. O'zingizni bir juda yoqimli tutmayapsizmi? Biz 2 ochko to'pladik. Xo'p, ketdik. Bosh bilan. Bo'ldi. Bosh bilan zarba berish kerak. Bosh bilan. Kechirasiz, aqlingizni ishga solishingiz kerak. Xo'p, nima keldi? Oling, yuqoriga sakrang. Yumshoq. Tushundim. Mana bo'ldi. Jimin. Darhol tepib yuboring. Tushundingiz? Tushunishingiz kerak. Siz buni tushunishingiz kerak. Buni tushunishingiz kerak. Oyoq-qo'llar bilan. Juda past edi. Ket. Hop, men. Mayli, bu yerda men voy. Ko'kragingizda foydam yo'q dedingiz deb o'ylagandim. Men seni bir soniya bidaman. Xo'sh. Kuting, hop. Zo'r keladi, zo'r. Darhol qaytarib yuboring, hop. Zo'r, mana shu yerda. Men xizmat qilaman, ha. Bo'ldi, shu. Wow, to'g'ri, menga yaqinlashdi.
이코. 오케이. u hali ham ichida. Yana bir marta tugatib qo'ying, uni tugatib qo'ying. Hammasi joyida, kutib turing. Meni olishimizni xohlaysizmi? 오케이. Boring mayli. Xo'p, tushundim. 오케이. Yaxshi. Yo'q, mayli. Nega men uni shunday debdim? Mayli, bo'lishi mumkin, mayli. Xo'p, endi tushundim. Keling, aytib chiqib ketamiz. Bor. Kinojoy xizmat ko'rsatdi. Sarlavha yarating. Sarlavha yarating. Salom. Hey, hop. Biz o'sha o'yinni yutqazdik, to'g'rimi? Bu bitta setida, to'g'rimi? Biz uchun yaxshi ko'rinmayapti. O'yinga soxta hujum ajoyib edi. Menga Messinga buning uchun pul yetkazaman. 야 씨. Qani? Keling, buni chindan ham qilaylik. Xo'p, boshlayman. Voy, xo'p. 바이 바이. 미미. Yaxshi bo'lsin, bo'ldi, xo'p. Voy, yomon. Xo'p, yaxshi. Biz shunchaki shunday o'ynashimiz kerak. 태희가 해라. 태희가 Sen buni qilasan, Texin. Yo'q. 할수 있어요. Siz buni qila olasiz. Buni qilasiz. Xizmatdan qilishni xohlaysizmi? Ha. Qani kim? Sokjin. Ketdik. Lungining porsi o'tkir. Xo'p. Zo'r kirib keldi, o'tkir. Bu o'tkir edi. U zo'r. Xo'p. Zo'r kirib keldi, shunchaki bu o'tkir emasmi? Shunami? Voy, zo'r. Voy, Jimmy, sen kimsan? Professionalmisan? Siz professionalmisiz? Men bu yerda qabul qilmay, keyin darhol yuqoriga ko'tarilaman. Ha, keling, buni yutib olaylik. Xo'p, Nomjon. Bo'ldi, zo'r. Darhol keting. Keting, bu nima edi? Darhol keting. Bu nima edi? Darhol qayerga bor? Qayerga? Men qayerga borishim kerak? To'g'ri, bonus butaxonasiga. Yaxshi, juda yaxshi. 형 그거 잘한다. Jim ket. Uni masxara qilayotganingga qarang. 미미. 헤딩. Men. Bosh bilan zarba. Yo'q. 아니. Hey, bosh. Mana boshlang. 옮겨. Bo'ldi. Bu juda kulgili. Hey, tushun. Tashqarida. Yo'q, ichkariga chiqdimi? Xo'p, yaxshi. Men uni orqa tomondan bosh bilan uzatib yuboraman. 나이스. Xo'sh, yaxshi. Hey. 오케이. Mayli. Yoqimlimi? Nima uchun? Xo'p, yaxshi. Silliq. Yaxshi, yoqimli. Yugur. Yaxshi. 나이스. Buni aylanib qo'ydi. Hey, Hobi. Bo'ldi. 그렇지. Buni tushundingizmi? Juda yaxshi. Endi master darajali boshqaruvni ko'rdingizmi? Boring. Mana oldimga, mana. Xo'p, men. Yaxshi ketdik. Tashqariga. Boring. Men Siz men dedingiz, demak, kechirasiz. Menga sen qarasan, mayli. Yengilgina yuqoriga ko'taring. Hey, yetib oldik. On. Kim Sokjin? Ketdik. Biz buni qila olamiz. Biz shu yerdamiz. Sizga. Natija sizniki. Voy. Kim Sokjin? Ketdik. Rostdanmi, biz buni yo'qotyapmizmi? Men keladigan ochko. Ket. Xo'p, meniki. Tugat. Iltimos. Tugat. 넘겨. Yana bir raund o'ynamasligimiz kerakmi? Qanday qilib buni yutqazdik? Yana bitta raund. Ishtekida birinchi bo'lib yetib keldi. O'shadan ikkitasi bor. Ikkita g'alabaga birinchi bo'lib yetib keldikmi? Hay, kelishib tugadi. 3. Xo'p, hammangiz qo'lingizni ko'taring. 10 saniya davomida shu yerda turing. Keyin buni darhol qilaylik. Yo'q, devorga boring. Qo'llaringizni ko'tarib cho'king. Mana shunchaki 10 soniya shu holatda qoling. Atigi 10 soniya. Yaxin sen o'rningdan turishing kerak. Devorga qara. Yaxshi, siz kichkina panklar. Kichkinasan.
Mayli. 다시. 맞아요? Biz tomonlarni almashtiryapmizmi? Keling almashamiz. 야, 근데 여기서 Agar sizlar bu yerda qaytib kelsangizlar, juda hurmat qilaman. 야, 그럼 여기 Hammaga yaxshi, bu oxirgi o'yin. Shikoyat qilmang, xo'pmi? Bu 이거 서브 게임이시죠? 오케이. 아니야, 써볼게 아니야. 아니야. shu bilan tugating mayli. Juda zo'r o'tkir, bu o'tkir edi. Junko'k yugur. Mana bu tomonga kelyapti. Zo'r bo'ldi. Yo'q, kuting. Keling, ba'zi qoidalarni tushuntirib beray. Oyog'ingiz, biz buni yetarlicha bilmas edik. Keling, boshdan boshlaymiz. 몰랐어. Bilmadik, xo'p, qo'yib yuboramiz. Hozir hisob 0-0. 1대0. 아, 1대0? 아니야. Yo'q, hisob oxirgi hisobga olinmaydi. Bizga yana xizmat qiling. Ha. Unda bilmaganingiz uchun bizga xizmat qiling. Keling, ularga beraylik. Xo'p, sizning xizmatingiz. Bu safar haqiqatan ham. 진짜로 이제? Tashqariga. Oyog'ingiz ozgina g'azab bor. 아니야. To'g'ri emas, jahlingiz chiqmasin. Texnik, tabassum qiling. 오케이. Xo'p, 이코! 헤딩. men tushundim. Yengil-tekin ish qo'llab-quvvatlang. Jungkook, shunchaki darhol yuboring. Ah, ket. Xo'p, zo'r bo'ldi. Nima uchun bu yerda nima bo'lyapti? Unga allaqachon tegdi. Bu to'g'ri hisobga olinmaydi. Biz shunday tushunimiz mumkinmi? Bu albatta tarmoqning bir qismi. Xo'p. Mana boshladim. 나중에 돌아왔어. Bu keskin edi. 돌아왔어. Yengil-tekin ish hobi tamom. Boshla. Oyog'ing bilan bo'ldi. O'tkir edi, bo'ldi. Men shunchaki jo'natib yuboraman. Voy. Hey, boshla. Nega ularni? Mana. Oson yuboring, oson. Bo'ldi. Sizniki. Shunchaki oching. Xo'p, yaxshi. Ajoyib. Yaxshi. Bizning haqiqiy mahoratimiz. Barakalla, bilar. Kim? Sok, Jin. Ketdik. Boring. Hey, uzr. 오케이, 이코 빼. 오케이, 이코 뺐다. Hey, qo'yish to'satdan chiqdi. Hey, kuting. Bu nima o'zi? Chaqmoq. Kimdir meni olib ketsin, juda qattiq debman. Kuting, mana boshladim. Yaxshi. Xo'p, yaxshi. Xo'p, u hozirgina yuzini ishlatdimi? Bu kulgili edimi? Hey, yaxshi. Jimin hozir juda xursandsan. 나 이쪽으로 갈게요. Men bu yerga kelib o'taman. Va ajoyib aylanish, to'pni aylantirish. Bu aylanayotgan shar. Xo'p. 야. Qanday ajoyib porsiya. 자, 할게요. Mana, xavfsiz bo'ling. 오케이. Mayli, shunchaki yengil-tekin ish. Yaxshi, bu juda aniq edi. Juda o'tkir, juda. Yaxshi, bu juda aniq edi. Juda o'tkir, juda. Nima? Juda zo'r, Sokchin. 헤딩만. Mayli, uni ko'taring. Sokchin tamom. Ajoyib. Bu o'tkir edi. Kim? Sokchin, ketdik. Nega biz buni qila olmaymiz? Nega buni qilaylik? Xo'p. Biz hammamiz bir-birimizni tushunishga harakat qilyapmiz. Hey, yana 1-2-3. Qani ketdik. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, keling bu o'yinni boshqa tomonga o'zgartiramiz. Ketdik, tushundim. Meniki xo'p. Namjon. 형. Xo'p, kuting, lekin meniki chiqdi. G'alaba marosimi. 오케이. Yaxshi, tugat. Jungkook ajoyib. Bo'ldi, yaxshi. Jungkook ajoyib. Zo'rini oling, biroz tamom. Ajoyib. Bu keskin edi, bu juda ajoyib edi. Ha, albatta, siz buni olishingiz kerak. Bu to'g'ri tushundim, ushladingmi? 아니, 괜찮아. 침착해. Sizlar yashin jo'tib ketmoqchi edingizlar, shundaymi? Yo'q, bu firibgarlarga qarang. 할게요. 나이스. 형. 오케이, 나 제이거 살짝. 야! 그렇지. 렛츠고! 나이스. Men senga aytgandim-ku, biz qo'limizdan kelguncha o'ynaymiz, xavotirlanmang. 경고만 구하지 마. 하지 마. 이코! Boring. 헤딩. Men tushundim. Xo'p, yaxshi, bu juda o'tkir edi. To'g'ri, yaxshi. Mayli, bu tezlikni qaytarib olaylik. 이코! 장난 금지. 형.
Oldinga. Nice. Xo'p, yaxshi. Oy. Oy. Hey, 좋다. 오케이. hey, hop. 하게. 아니 형이. Mana boshladim. Yo'q, kuting. Yo'q, tushundim. 뭐 어떡하노? Nima qilishimni xohlaysiz? 내가 할게. Men olaman. 할게. Yaxshi. Jo'yda to'xtaman. 야. 야. Bu sizning boshingizdan shunday o'tdi. 아니. Bu deyarli yetib keldik. Boring. 이코. Meni boshqaraman, shuning uchun oson. Sizniki? 저거 가자. 저거 가자. 저. Yaxshi. 좋아. Tushundim. 받아주고. Meniki. 형이야. Meniki, oxirgi. Bu bosh bilan urish juda baland. Bu juda qiyin edi, bu juda qiyin. Yaxshi. Men kiradigan ochko. 10 ochko so'rasdanmi? Oyog'ingizda ham foydalanishingiz kerak. 간다이. Voy, yaxshi. Bo'ldi shu. 그렇지. O'yin tugadi. 야야야야야야야야야야야야. 얘 잠시만. Ikkitaga ikkita nima deyish mumkin? 아 2대2. Ikki hisobda g'alaba qozonish. Bu juda qiziqarli bo'lardi. Bu juda qiziqarli eshitildi. Baribir ikkala tomonga ham aynan bronz keramadi. Shunchaki ikkita yuqoriga yoki pastga. 그렇지. 위. 야 밸런스 맞았다 밸런스. 할수 있어. Jamoalar mukammal. 밸런스 좋. Hey, bu juda yomon jamoa. 누가 써봤지? Hop olib keling. Xizmat ko'rsatish ustuvorligi uchun tosh qog'oz. 먼저 하세요. Hop, o'ng tomondagi jamoa hozir xizmat qilmoqda. 아 김태형 선수 아 왕년에. Xo'sh, boshlaymiz. O'yin yaxshi bola. Chap oyog'ingizda ham foydalanishingiz mumkin. 아니야. 서브 게임이잖아. Hisob 1-0. Bu juda keskin edi. 구호 같습니다 이코. 와. 이대요. 어이없는 오케이, 이대요. 실점 족구하라 선수네. Men bo'lmasa o'taxonasiga bormayman. 나 보면서 안 갈 거야. Xo'p, boshladik. Keyingi partiya o'tkir. Bu juda yoqimli. Bu yerda nima bo'ldi? 아 족구하라 선수 자존심 다 망가졌어요. 자, 한다. Men uyga borishni juda xohlamayman. Mayli, tinchlaning. Mayli, voy. Men kelajakni ko'ra olaman. Yo'q, qila olmaysiz. Hali bilmaymiz. 잠깐 여기 보면서 Men bu tomonda konsultatsiyaga yo'lni bo'lyapman. 나이스. 이게 Bu xavfsiz xizmat turi to'g'ri ketdi. Ana, bo'ldi shu. Yaxshi. 받아주고. Tushundingizmi? Nihoyat bu haqiqiy o'yinga o'xshaydi. Mayli, 형 올려. yuqoriga. 무릎 안 돼. 37, 30 bilan ushadi. Bu juda ajoyib ko'rinardi. Bu o'tkir edi. 자, Xo'p, cheki. Xo'p, yaxshi. 아 흥분했어요. 족구하라 선수. 아, 진짜 왜? Aremaslar juda yaxshi. 진짜. Ular juda kulgili. 또 문자가 보인다. 보인다가 보인다. 사실 나는 별로 실점한 게 없어. Bu darvozaga tegdi. Bu raund ham bir ochko bo'ldi mana. 족구하라 선수 지금 설레기 시작했어요. 한번 더. Yana bir marta. Bo'ldi. Yunga qanchalik harakat qilayotgani kulgili. 살짝. Yumshoq, aynan. Tushundingizmi? 나 윤기 Yungining ovozi tiklari juda kulgili. Mos keladigan ochko 마지막 이쿠 va 나왔습니다. oxirgi yo'l bor. Shu yerdan, bu yerdan, 여기서? bu yerdan. Shunaqa qo'rqin bo'lish shartmi? Xo'p, endi barobar. Nima? Yo'q. Hisoblagich g'alaba, shunchaki hazil. Tabassum. Oxir oqibat eng kam boshni istagan 2 kishi bo'ldi. Hey, Texyon. 쓸 때부터 가지 말자고 했어 나. Biz Texyondan ketmoqchi edik, lekin u ikki jamoaga bo'lishni talab qildi. 자 우리 웃으면서 악수하고 끝냅시다. 자. Xo'p, yaxshi o'yin. 새해 기운 좋고. To'satdan hisob 5-2ga aylandi.
Xiyonchi qotlar. Biz bir jamoada edik. 여면 따뜻하게 입고 와서. Yangi sen Brantni olib yurgan edik. 아니 내가 To'da qo'ymajida 8 ochko oldim. 8득점했어. 내가 8득점. Men o'zim bilan juda faxrlanaman. Qalbi qozon shunday tuyuladi ko'rsachi. To'xtashda ham shafqat yo'q. Qani ovqatlanaylik. 하구나, 역시. 밥 먹으러 갑시다. Hatto qo'llaringizni ham ko'tardingiz. Biz qo'llarimizni ko'tarishimiz kerak edi va endi biz xonasiga borishimiz kerak. Bu nima? Hatto qo'llarimizni ko'tardik. Siz bugun Rambitesning qahramoni edingiz. Qahramon? Qani ovqatlanaylik, och qolyapman. Voy, bu ajoyib ko'rinadi. 아 죽는다. 보고구 아니야 이거. Taom uchun rahmat. Rahmat. Hammaga yoqsin. Bugun juda qiziqarli o'tdi. Bu haqiqatan ham edi. 나 언제 모여서 Biz 이렇게 bu kabi birga yig'ilib suhbatlashib voya qilishimiz juda maroqli bo'ldi. Men o'zimdan chet bir bunaqa his qilmagandim. Yaxshi kulgili. 너무 많이 Men shunchalik qattiq kuldimki ichim yorilib ketadi. Agar sizlar baxtli bo'lsangizlar, men juda xursandman. Keyingi raundimiz uchun nima qilishimiz kerak? Oyoq voleybol? Hey, menimcha ha. 나는 뭔가 Keyingisi uchun ha. Biz dinamik bir narsani qilishimiz kerak. Parashyutdan sakrashmi? 플래그 목표종으로 타기. 아나 식스플래그 못 타. 너무 무서운 거. Men qo'rqinchli attraksionlarda ucha olmayman. Keyingisi-chi, siz bilan ketishim mumkin. 갈까 태영아? Ketishimiz kerakmi, Texin? Demak, Jungkook senga yoqadi bu. Rostini aytsam, menga bunchalik yoqmaydi. U kutilmaganda devor qurdi. Chunki yutqazdi. Jin, menimcha sen juda xursand bo'lganing uchun. Siz devor o'rniga odamsiz. Sayf haqida barchangiz qanday fikrdasiz? Rostini aytsam, bu oson emasdi, lekin menga juda ko'p qildim. Bo'lmasa Zuhrasiga piyoda borish uchun chindan ham 20 daqiqa ketadimi? Buning o'rniga Seuldagi Boeingsa imtihonga borishimiz kerakmi? Bozorda shunday degan emasmi? Sen yugurishdan juda zo'rsan. Bo'lmasa bozorxonasigacha yugurib borishga nima deysiz? 형 입에 뭐 묻었어요? Aytaylik, faqat Yungi va men ketamiz. 둘이서 갔어요. Yaxshi narsalar faqat ikkimiz uchun sodir bo'lsa-chi, siz ham biz uchun fikrlaringizni berishingiz kerak bo'ladi. Men shunchaki birga borishni xohlayman. Shunchaki buning ko'rinishida davom eting. 뭐야 Biz nima qilishimiz kerak? Play voleybol haqida nima deysiz? Play voleybol qiziqarli ishtiladi. 재밌더라. Play voleybol juda kulgili bo'lardi. 그런 거 할 수 있잖아. 그런 거 Bu 약간 o'ziga 해외 xos chet el. 따따따따라라. Yoki shunchaki sport yo'lida bugun o'tishimiz kerakmi? Keyin safar voleybol sinab ko'rishimiz mumkin, chunki hech birimiz o'ynay olmaymiz, lekin men boshqa mamlakatlarda maktabga borishni xohlayman. 아 진짜. Biror narsa toqatingizni jamlasangizchi. Maktabga borib nima qilishni xohlaysiz? U yerga borib, qo'llarni ko'tarib, devoriga qarab tiz cho'kishni. U yerga borib, o'qituvchini tanishni xohlaysizmi? Yo'q, men boshqa mamlakatda o'qib ko'rishni xohlayman. Keyin ketasizmi? Birinchi xat boshlanishi bilan uxlab qolardingiz. Bu yerga borganimizda bu haqida o'ylab ko'raman. 자 결국 Va shunga o'xshash tarzda aniq bir 뭐 어차피 여러 masalaga 의견이 kelaman. 많았으니까 Keyingi safar biz bir kontent kabi narsalarni sinab ko'rishimiz kerak. Bu kun bilan boramiz, bu yo'limizda qaror qilamiz. 그 태영이 유닛으로 이제 보문사 Prometheus and Bomunsa Temple. 태양이 갑자기 Tixin 좋았다가 musiqadan 얼굴 qorayib ketdi. Biz ishlarimizni shunday qilamiz. Biz guruh va bo'limlarga bo'linamiz. Siz yetib bo'lganingizda iltimos yangi albomimiz uchun ko'p yaxshi energiya olib keling. Men borib ishonch hosil qilib kelaman. Arrang albomimizga tilak bildirish uchun yaxshilik qilish. 앨범 Shunchaki 대박 albomning katta muvaffaqiyati unda keling. 26-yilni ulkan muvaffaqiyat erishishni deb ataylik. Xo'p, unda faqat 2 yillik muvaffaqiyat bo'lsa-chi? BTSning 2026-yilga chiqishiga ruxsat bering. Katta muvaffaqiyatga erishish. Xo'sh, unda nima deysiz? BTS 2026-yilda chiqaraylik. Vaqtli va sog'lom notada yuklang. Yakunlash oxiri degan emasmi? Hey, BTS, yana shunchaki baxtli bo'laylik, qo'shiqni aytaylik. Kelinglar baxtli bo'laylik. Bu g'alati eshitiladi. Kelinglar shunchaki kelinglar tezroq ketaylik. Kelingiz davom etishga ruxsat. 한마디. Kelingiz bozorxonasiga boring. Keyin hammamiz BTSga kiring va yakunlaymiz. Bugungi janob fut, voleybol va grandpa 좋아. juda qiziqarli edi. 아 제일 Va 가기 imkon 싫었던 두 bo'lish 명이 istagan 가는 2 것도 kishi bordi. To'g'ri, menimcha bu ham kulgili. Keyingi jin, men ham ha, bugun o'zimni juda baxtli his qildim. Bu juda yoqimli edi, chunki biz birga ta'tilga chiqqandek edik. Bu juda yoqimli edi, ha. Umid qilamanki, BTS juda yaxshi chiqadi. 아,
Jimin, 태영 씨랑 men Tixing bilan birga bo'lganimdan xursand edim. 저는 Men uchun BTS랑 BTS bilan birga 함께한 bo'lish 제 yaxshi. 소원 중 하나였어요. Mening tilaklarim biri edi O늘 va 그 bu so'zni o'z bugun amalga oshdi. Qanday yoqimli. 좀 Xo'p, bundan keyingi 저희는 safar 다음- qaytamiz. Qo'y nega Xo'bidan so'ramayapsan? Xo'bini deyishni allaqachon o'ylab yurgan edi. To'g'ri va u allaqachon haqli o'ylayotgan edi. Men ham boshqalar kabi his qilyapman. Ha, xo'p, davom eting. Xo'bi davom eting va bizni boshlang. Ancha vaqt o'tdi. 형 근데 Hey, 왜 나는 안 nega meni so'ramaysiz? Siz qachonasiz? Modim rostdan ha, biz bir kecha safarga kelganimizga ancha bo'ldi. Va menimcha bu juda ko'p kulgili narsa o'tkazguvchi taqdirlar edi. BTS 2-3. Xayr salom. Hayot deganda nimani nazarda tutingiz? Biz baribir BTS ishlashda davom etadi. BTSni boshqaradi. BTS. 고생했어요. 시속 40km 구간입니다. 속도에 주의하십시오. Ganxog'ondagi Bongji buyurtxonasi. Biz Bongji buyurtxonasiga keldik. Bitta. 다시 Ketdik 10 yil bo'ldimi? Shundaymi? 10 yil bo'ldi. Haqiqatan ham ro'parasi 10 yil. Esimda biz bu yerga biror bir narsa foydalash uchun kelgan edik. 해가지고 우리가 왔었던 거였어 그때. Biz bu yerga hamma narsani 진짜 ham 잘 bitta 됐으면 bilan keldik. 좋겠다라는 그 마음 하나로 온 거였었어가지고. 근데 Lekin 지금도 hozir 그래요. ham o'sha 잘 biz 됐으면 bu yerda 좋겠다라는 hamma 그 마음 narsani yaxshi 하나로 온 bo'lishini 거예요. umid qilamiz. Lekin bu faqat iltimos haqimizda desak mayli. Ha, Kim Taehyung men endi 2020 yil ulkan muvaffaqiyatlarga boy bo'lsin. 대박 기원. 민윤기, 김태형. 김태영. Lekin a'zolarning bir qismi 그때까지 ha, 해왔던 게 그치. 그치. 멤버들 ular 이름이 o'zlarini 있으니까. tashlab ketgandek his qilishlari mumkin. BTS, Kim Namjoon, Kim Seokjin, Minyoung, Jang Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jung Jungkook 2026 yilga muvaffaqiyatga erishsin. BTS, Kim Namjoon, Kim Seokjin, Minyoung, Jang Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung haqiqatan ham bu yerga keldik. Yilga muvaffaqiyatga erishsin. Hozir uni o'sha yerga qo'yamiz. Biz qaytib kelamiz. Ayrıca tomondan Telegram YouTube kanallari uchun o'zlashtirib